Assalomu alaykum Wikipedia obunachilari. Avvalambor barchangizga bundan avvalgi videoyimiz yangi rubrika bo'lishiga qaramasdan uni iliq qarshi olib, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun alohida rahmat aytmoqchiman. Izohlarda ko'pchilik bu rubrikani davom etishini so'ragan ekan. Biz sizni uzoq kuttirmadik. Ya'ni bugun ikkinchi qism bo'ladi. Shunday ekan, yaxshilab joylashib oling, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Men bo'lsa sizlarga bir-biridan qiziqarli, hazillar bilan bezak berilgan ma'lumotlarni to'plab keldim. Darvoqe, bu videoni ovqatlanayotib ko'rmang. Maslahatim. Chunki ichidagi ayrim faktlar ishtahangizga biroz ta'sir qilishi mumkin. Men ogohlantirdim, xafa bo'lish yo'q. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Keling, mavzuni savoldan boshlaymiz. Kleopatra, piramida, iPhone. Xo'sh, sizningcha Kleopatra bulardan qaysi biriga yaqinroq? Ko'pchilik bu savolga instinktiv ravishda albatta piramidaga yaqinda deb javob beradi. Chunki bizni miyamiz qadimgi Misr deganda hamma narsani bitta davr deb tasavvur qiladi. Go'yoki piramidalar qurilayotgan paytda Kleopatra o'sha yerda bir chetda turib tomosha qilayotgandek tasavvur qilamiz. Lekin hozir men sizga aytadigan fakt tarixga bo'lgan qarashingizni biroz sindirishi mumkin. Gizadagi eng katta piramida taxminan miloddan avvalgi 2560-yilda qurilgan. Kleopatra esa miloddan avvalgi 69-yilda tug'ilgan. Oradagi farq qariyb 2500 yil. Xo'sh, bu nima degani? Bu Kleopatra yashagan davrda piramidalar allaqachon tarixiy obida bo'lgan degani. U ham biz xuddi tarixiy xarobalarga qaragandek piramidalarga qaragan bo'lishi mumkin. Yana bir qiziq nuqta. Kleopatra bilan bizning oramizdagi farq taxminan 2100 yil. Ya'ni bu degani Kleopatra piramidalardan ko'ra hozirgi sun'iy intellekt davriga 400 yilcha yaqinroq degani. Agar opa tug'ilgan sanasidan boshlab har ikkala tomon, ya'ni tarixga ham kelajakka ham qarab bir xil abadiy yashab kelganida birinchi bizni ko'rgan bo'lardi. Piramidalarni emas. Ha, tarix aslida biz o'ylaganimizdan ancha chuqur. Biz esa filmlar, hikoyalarda 1000 yillikni bir vaqtga qorishtirib tashlaymiz. Ba'zan bitta tarixiy suratda orasida 1000 yillab farq bo'lgan detallar turgan bo'ladi. Misol uchun, Firavn va pasport. 1970-yilga kelib Misrda saqlanayotgan qadimgi Misrning eng mashhur firavnlaridan biri Ramzes II-ning mumyolangan tanasi yomon ahvolga kelib qoladi. Aniqrog'i, asrlar davomida saqlanib kelinayotgan jasad ichida zamburug'lar, bakteriyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Misr hukumati agar tezroq biror bir chora ko'rilmasa, qadimgi mashhur firavnlardan biri Ramzes II-ning